Bagida metalchisi olisardan ashula yursang bo'laveradi. Nima? Короче, O'qilsa $1400 ga JS Store'dagi akalardan tushgan. Like, подписка. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan stream xonamizda obzor qilamiz. qani ketdi. Bo'lmasa birinchi protsessordan boshlaymiz, bo'lmasa ayt xarakteristikasi. Так, do'stlar, xarakteristikasi materinskiy plata B650 gaming Wi-Fi, 32 giga 6000 chistotalik operativka. Так, bu yoqda охлаждениямыз, водяное охлаждение, Slovenian kuldan suvda. Ekranchalik, video karta. Bu qizlar rasmini qo'ysanglar, ashulalarni Eslab. Bu yoqda MSI brendidan 5060 video karta, tak 1 terabayt SSD. Mancha bo'ldi. Shu. Mana nima bo'lmadi? Senga qoldirdim-da. Mana. Bu bo'ylay o'xshagan mashina o'yin. Tak. Bu narxi nechi pul? To'xta, qo'y buni odamlar qiziq, qancha odam Tak, buni narxi menga yangi yil oldi $1400 ga JS Store'dagi akalardan tushgan. Lekin hozirgi kunda buni narxi operativka oshib ketgan hisobga 1700-1650. Xullas eng arzon joydan JS Store'dan 1400 ga akalar beradi. sizlarga. Tak, ketdi. Bu kovrikimiz Razer'diki Gigantus L razmerlik. Bu bo'ladi, normalniy. Bolalar uchun bu. Yo'q, gigant emas biza hali. Ochmaysanmi? Och. Tak. A few moments later. Ipchasi bor. Ko'tarib olib yurasan. Ipchani tor. To'xtatdi. Mana. Ya buni Qaragan. Plavni, masla. Buni hozir meshkani ochgandan keyin bitta bunda aylantirib ko'rsatamiz. Endi monitorni. Tak, bu monitor 24 talik. 24 tali HKS 400 Hzlik. Buni ham hozir ochib obzor qilamiz. Kursida ko'raverasiz. To'xta. Ko'rik narxi nechi pul? Tak, kovrikni narxi $300. L razmeri $300 chiqdi. Sanga Tak. ekran keladi. Ya, S. Tak, monitorimizni pastidagi bizada kronshtayn bor, mayli. Mana bu 6 qirralik. Ko'p gamerlar mana bunday qilib o'ynagani uchun, bu yoq klaviaturani qo'yib turib, o'ynashga qulay bo'lgani uchun. Bu qo'yib turamiz buni. Tak. Yangi masla. Bo'ldik. Коробкasi katta kelganmi? Borram. Sabrim chidamadi, короче. Bunaqa akkuratniy. Obzordan olinib ko'rgan narsalarni qo'yib berganmiz. Mana. 400 gersi. 400 Hz. Buni yoqib ko'rsatamiz keyinroq. Tak. O'zim bilasan qanaqa his qilaman. Voy, bo'laki, videolarda yolg'on bilan uzataku. Siglashni ushlab turaman. Masan nima olib keldim endi? Groschik deysan-da. Buni nima yoqish kerak? Buni nima yoqishding? Ulamaymiz hali keyin. Monitor ham bor. Bu monitor. Immer bu chista chat o'qish uchun 120 Hzlik. Buni mana bunaqasiga qo'yib, O'qishlar. Bu hay ochilgan. bu ochilgan. Bu mishga simple o'zi jo'natdi. Tak. Pichoq chop kelmasa bo'lmaydi emas. Buni ochmaydi. Aqlli bu iPhone'larni ochgansan? Ha. Monitor narxi nechi pul? Men so'ramasam bu o'zlari aytmaydi umuman. Tak, monitor narxi. Tak, men kronshtaynni oldi. Men bu ikkitalik kronshtayn bilan hali men bunga Uni yig'ib ko'rsam, alohida. hali buni yig'ish uchun 8 soat ketadi. Tak, men bu ikkitalik kronshtayn bilan $300 ga tushdi HKS monitor. Tak, buni pastdagisini oldingmi? Evet.
Buni sound deydi. Silkasi. Ha? Mana. Seni. Kayf, короче, kayf. Buni narxi nechi pul? Buni Rossiyadan olganman. Tak narxi $140 ga tushgan. Oq bo'lganligi uchun. Qorasi $130 edi. Oq qimmatmi? Endi klaviatura ham oqda hali shoshmay. Rozoviy olmoqchilar ham. Rozoviy nechi pul? Rozoviy insonga sovg'a qilaman do'stim. Rozoviy bundan ham qimmat. Endi naushnik. Bu Superlight 2. Ko'pchilik biladi. Normalni. Oxirgisi nechi? Shu oxirgisi shu. Superlight 2. Jigarim. Nima yechish qiynaysan kerakmi o'zingni? buni? Mana eshitma, yechish kerak emas. Mana sening korobka ochishda bilmagan do'sting. Короче. Bu naushnikda nimasiga ham maza Охуевшийся. qilaman. Mana bu joyi ishlanganlari, obshi quloqda tursa вообще. Buni o'zimga yoqqani uchun bundan yaxshilari bor. Bittasi menga. Nima qilib eshitaman Oching, o'zi? sizga ilindi. Mana. Endi bundan yaxshi naushniklar ham bor. O'ngmi chapmi? Bu ana shunday to'qasa. Короче. Bu boshda ham og'ritmaydi, eshitish shaklari ham. Shiftda yursang ham, короче, eshitiladi. Razmerlarini ham katta kichik qilsa bo'ladi, короче, kayf. Hammasida bo'ladi-ku. Bo'ladi. Nice. Bundan zo'r naushniklar ham bor. O'zim buni ishlatib ko'rib keyin olganman. Tavsiya qilamiz. Tak. Конечно, Buni mishka narxi bo'lgandan keyin $195 ga tushgan. Rossiyadan olganman buni. klaviatura ham bo'lishi kerak. Buni Bor, yarmi bor, qancha bor. klaviatura? Bu raspakovkaga qaytib buni chaqirib bo'lmaydi. Hamma joyga kalla qo'yib, hamnaqasiga yirtib. Tak, o'tirgim kelibdi mana. O'tirganlar turolmaydi. To'xta. Yirtma. Bu nakleykalari ham bor ekan. Yo'q, bu nakleyka Alohida e'tibor aytgancha. beramiz. Bu Patogen informatsiya mishkaniki. mishkaniki. Qo'l tayilib ketmasligi uchun. Tak. Bu magnitli klaviaturamiz Fan 60. Buni eng qulaylik tomoni, mana bu yoqda lishni narsalar yo'q. Shu почти bir qarashda sal ko'proq. Gamerlar uchun bor, buni ham yoqib keyin hammasini ko'rsatamiz. Endi obzor qilganga Oo. yaxshi VIP kamera kerak bo'ladi, конечно. Bu ham Razer Razer'niki. Kiyo Pro. Hamma Razer'larda qara, mana bunda ham mana bunaqa osib qo'yadigan joyi bor ekan. Nima kerak? Birinchi joyga ilib qo'yasan. Tak, ichida mana bunaqa Documentation. yo'qolib qolsa topiladigan dokument. Oling. Mana ol. O'zim olay. Ol, mayli do'stim senga berdim. Gubkalar. Ichida kabellari. Tak, Shunaqa bo'lgan. klaviaturani narxi, Plyunkasini olmayman. klaviaturani narxi $45 ga tushgan. Buni ham Rossiyadan olganman. Buni narxi. Buni narxi $150. Nima qilib? Ana shunaqa obzorga chiqamiz. Vaqtida meta achkisi olisardan ana shular yursang bo'laveradi. Nima deysizlar? Meta achkisi olgan yaxshi, mana shunaqa ko'chada yurgan Bu yaxshi. narxi nechi pul? $150. Metani pulga bundan ikkita beradi. Bu zo'r bu. Buni Kiyo modeli bor, Kiyo Pro modeli bor. Prosi ancha yaxshiroq. Bunga дополнительное освещение bilan bo'lsa, вообще zo'r. Bu nima edi? Buni tushuntiring, men tushunmadim. Tak, bu karta video захвата. Menda bundan tashqari yana bitta o'zim kompyuterim bo'lgani uchun bittasidan chista OBSdan stream ketadi, bittasidan bunisidan o'yin o'ynayman. O'shaning hisobiga tak FPS tushib ketmaydi. O'shaning hisobiga. Endi 400 Hz monitorga 400 FPS dan past tushmasligi kerak. Tak, bu yoqda ulanadi игровой kompyuter. Bu yoqda выход chiqadi. Yo'q. Bu yoqda stream kompyuterga ulanadi. Bu yoqda игровой kompyuterga kabel boradi. Narxi? Tak, buni narxi $100 ga olganman. Buni ham Rossiyadan olganman. Yaxshi. Tak. Ko'pchilik bunaqa mikrofon bilan stream qilmoqchi. Menga mana bunaqa pitlishli mikrofon qulay bo'lgani uchun Mavonadan $120 ga buni ham Rossiyadan olganman. Buni eng zo'r tomonlaridan bittasi, mana bu keysini o'zi 300 necha soatga ham yetadi. Mana bunisi 8 soat, 9 soat bitta streamimga yetadi, xullas. Mana buni kamera, kompyuter, любой narsaga ulasangizda bo'ladi mana. Mikrofonni past baland qilib Hozir regirovkalik. shu o'zi telefonga ulangan. Kasbay o'zlaringiz baho bersanglar bo'ladi.
И еще bu yoqda mana bunaqa kabeli, и mana bunaqa vitrozashita, mayda chula balobattalari bor. 5 minutes later. Короче, eng qiyini mana shu krassenni yig'ish bo'ladi. Hozir biz ham bir 2 soatda yig'amiz. Sizlar tezlashtirilgan holda bir 2 minutlarda ko'rasizlar hozir yig'ishni. Короче, yig'ib ko'rdik, o'xshamadi. Bizga emas ekan hali. Endi biz bir oddiy jaydari bo'ldi bizga. Vai na mulher, totalmente preparado. Dança mudou a correr, som todo fica animado. Vem rebolar, vai na mulher, totalmente preparado. Dança mudou a correr, som todo fica animado. Animado, animado, animado. Vem rebolar, vai na mulher, totalmente preparado. Dança mudou a correr, som todo fica animado. Короче, krashdan yig'ildi. Yig'ilgan yo'q bu oxirigacha. Ha, bunga monitorlarni ulab hozir bunga monitorlarni ulab streamxonani obzor qilamiz. Ketdik. Obzorimiz davom etadi. Tak, bu yoqda polka narsalar bor. Mana bu keysda yongandan keyin ko'rinishi. Mana buni xotini. Yaxshi. Tak. Tamom. Bu yog'i mana bu To'xta. monitor. Yaxshilab qaranglar. 3 ta farqni topinglar. Xo'rlayvermang, mening ham uvolim bor. Kurukdan shuni qora bo'ldi. Xo'rlanadimi yo'qmi? Shunga pastda yozib qo'yinglar. Tak, bu yoqda kreslomiz. Bu $110. Tak, men bu keysni olasan. Bu o'sha boyaga aytgan eski keysim. Tak, boyachi esimdan chiqibdi. Bu protsessori Ryzen 7 7800 X3D. Aytib ketish esimdan chiqibdi. Tak, endi buni FPS-ini ko'ramiz. Sen tushuntirib bo'lagan nima monitorni teskari tur. Tak, bu yoqda zazor bo'lmasligi uchun, o'sha uchun. Bu chat o'qish uchun shu o'zimiz kanal. Obuna bo'lib qolamiz. Mana. Bu 600, 650 endi FPS tushib ketmasligi uchun mana 500 dan bo'ladi. 550 ham, 600 ham kartaga qarab, mo'lliklarga qarab, uni ko'pchilik tushunadi. O'sha uchun FPS tushib ketmasligi uchun ikkinchi kompyuterdan mana bu narsa yordam beradi. Agar kimda mana shunaqa misol uchun ikkita kompyuter bo'lsa, ulab stream qilsalaringiz, bittasida FPS tushib ketmaydi. Bittasida chista o'yin bo'ladi. Xudo xohlasa shu kim shunaqa streamxona niyat qilgan bo'lsa, bundan ham zo'rlari nasib qilsa. Kuzatishda davom etinglar. Obuna bo'lib qo'yinglar. Like, подписка.